Displaziya bu so'zni hamma onajonlar eshitgan va aynan shu displaziya bilan O'zbekistonda 90% onajonlar kurashishadi. Va shu kasallikda sizlarga do'ppoz natijalarimizdan ko'rsatamiz. Juda ham biz displaziya kasalligi bo'yicha do'ppoz natijalarimiz mashhur, hattoki vrachlar ham maqtashadi natijalarimizni ko'rib. Bizga kelayotgan ona o'zi avtomatik do'ppozlik xohlashadi. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, bizning farzandimizda golovkamiz o'smagan bo'lgan. Ta'simizda displaziya holati yuzaga kelgan. 3 ta etap masajimizdan so'ng bizda ko'ryapsiz, golovkamiz chiqdi. Alloh izni bilan vrachimizdan o'zi bunaqa natija kutmaganlarini aytganlar, juda ham xursand bo'lganlar. Hozirgi kunda shu vrachimizni bizga yo'naltirgan vrachimizni hozirgacha bizga juda ham ko'p patsientlarni yuboradilar, chunki natijasi zo'r va ko'nglimdek masaj qilishadi. Boring, pulingizga ham vaqtingizga ham achinmaysiz deb bizga yuborgan vrachlarni ishonchidan biri desam bo'ladi. Nargiza massaj sentrini do'ppozlik profiliga obuna bo'lish esdan chiqmasin.